4 yoshli bolam bor, tushunmayapti ham, gapirmayapti ham. Bu holatda nima qilish kerak? Bu holatda eng birinchi bola eshityaptimi tekshirish kerak bo'ladi. Boladan 6 metr masofada odatiy ovozda chaqirsangiz qaraydimi? Agar bola yaxshi qarasa, keyin tekshirishimiz kerak bo'ladigan narsa uni harakatlari. U gapirish uchun yetarli darajada tillarini, lablarini qimillata oladimi? Ovqatlarni mustaqil chaynab yuta oladimi? Bolani aqli 4 yoshga mos keladimi? U o'yinchoqlarni maqsadli va qanday o'ynash kerak bo'lsa shunday o'ynay oladimi? Masalan, doktor nabor o'yinchoqlari bilan doktor o'ynaydi. Oshxona jihozlari bilan oshpaz o'ynaydi. Gapirmaydigan bola ham doim imo ishoralar bilan gaplashish kerak. Bu kommunikatsiya me'yordaligini ko'rsatadi. Uy sharoitida bolani nutqni tushunishini tekshirish uchun bolani teskari turgan holatda 2 bosqichli topshiriq beriladi. Oshxonaga kirib, sochiqni olib kel. Bola bu topshiriqni faqat imo ishora bilan tushunsa, u hali gapira olmaydi. Yuqoridagi muammolardan aynan qaysi biri sizni farzandingizda kuzatilayotganini kommentariyada yozib qoldiring.